Bismillahirrahmanirrahim. Bu Allohdan va uning rasulidan mushriklarning siz ahdlashganlaringizga baroat, ora ochiqligi e'lonidir. Bas yer yuzida 4 oy yuringlar va bilinglarki, albatta siz Allohni ojiz qoldiruvchi emassiz va albatta Alloh kofirlarni sharmanda qiluvchidir. Bu Alloh va uning rasulidan odamlarga Hajjul Akbar kunidagi e'londir. Albatta Alloh va uning rasulining mushriklar bilan aloqasi yo'qdir. Bas agar tavba qilsangiz, u o'zingiz uchun yaxshidir. Agar yuz o'girib ketadigan bo'lsangiz, bilinglarki, albatta sizlar Allohni ojiz qoldiruvchi emassiz. Kufr keltirganlarga alamli azobning xush xabarini ber. Mushriklardan siz ahdlashgan, so'ngra biror narsangizda nuqson qilmagan va sizga qarshi hech kimga yordam bermaganlar mustasno. Bas ularga ahdlarini muddatlarigacha tugal qiling. Albatta Alloh taqvodorlarni sevadir. Bas harom oylar chiqqanda mushriklarni qayerda topsangiz o'ldiringlar, tutinglar, qamal qilinglar va ularni har bir kuzatish joyida poylanglar. Agar tavba qilsalar, namozni to'kis ado etsalar va zakotni bersalar, yo'llarini bo'shatib qo'yinglar. Albatta Alloh o'ta mag'firatlidir, o'ta rahimlidir. Agar mushriklardan birontasi sendan himoya so'rasa, uni himoyangga ol, toki u Allohning kalomini eshitsin. So'ngra uni omonlik joyiga yetkazib qo'y. Bu ular bilmaydigan qavm bo'lganlari uchundir. Qanday qilib mushriklarga Allohning huzurida va uning rasulining huzurida ahd bo'lsin? Magar siz bilan Masjidul Harom oldida ahdlashganlar, modomiki sizga nisbatan to'g'ri tursalar, siz ham ularga nisbatan to'g'ri turing. Albatta Alloh taqvodorlarni sevadir. Qanday qilib ularga ahd bo'lsinki, agar ular sizdan ustun kelsalar, na ahdga va na burchga rioya etmaslar, sizni og'izlari bilan rozi qiladilar-u, qalblari ko'nmas. Ularning ko'plari fosiqlardir. Allohning oyatlarini ozgina bahoga sotib, uning yo'lidan to'sdilar. Dar haqiqat ularning qilgan amallari juda ham yomon bo'ldi. Mo'min haqida na ahdga va na burchga rioya qilmaslar. Ana o'shalar o'zlari tajovuzkorlardir. Bas agar tavba qilsalar, namozni to'kis ado etsalar va zakotni bersalar, din qardoshlaringizdirlar. Biladigan qavm uchun oyatlarimizni batafsil bayon qilamiz. Agar ahd berganlaridan keyin ahdlarini buzsalar va diningizga ta'na toshini otsalar, kufrboshilarga qarshi jang qiling. Zero ularning ahdlari yo'qdir, shoyatki to'xtasalar. Ahdlarini buzgan, rasulni yurtdan chiqarishga qasd qilgan va sizga qarshi birinchi bo'lib urush boshlagan qavm bilan urushmaysizmi? Ulardan qo'rqasizmi? Agar mo'min bo'lsangiz, qo'rqishingizga haqli zot Allohdir. Ularga qarshi jang qilinglar. Alloh ularni sizning qo'lingiz bilan azoblaydir, sharmanda qiladir va ularning ustidan sizlarga nusrat beradir va mo'min qavmlarning ko'ksilariga shifo beradir.
va qalblaridagi achchiqni ketkazadir. Alloh o'zi xohlagan kishisining tavbasini qabul qiladir. Alloh o'ta biluvchidir, o'ta hikmatlidir. Yoki Alloh sizlardan jihad qilgan, Allohdan, uning rasulidan va mo'minlardan o'zgani sirdosh tutmaganlarni bilmay turib, tark etilamiz deb o'yladingizmi? Alloh nima qilayotganlaringizdan o'ta xabardordir. Mushriklar kofir ekanliklariga o'zlariga o'zlari guvoh bo'lgan hollarida Allohning masjidlarini obod qilishlari mumkin emas. Ana o'shalar amallari habata bo'lganlardir va ular olovda mangu qoluvchilardir. Albatta, Allohning masjidlarini faqat Allohga va oxirat kuniga iymon keltirganlar, namozni to'kis ado etganlar, zakot berganlar va Allohdan boshqadan qo'rqmaganlargina obod qilurlar. Ajab emaski, ana o'shalar hidoyat topuvchilardan bo'lsalar, hojilarga suv berishni va Masjidil Haromni obod qilishni, Allohga, oxirat kuniga iymon keltirgan va Allohning yo'lida jihad qilgan kabi qildingizmi? Ular Allohning huzurida teng emaslar. Alloh zolim qavmlarni hidoyat qilmas. Iymon keltirib hijrat etgan va Allohning yo'lida mollari va jonlari bilan jiddiy jahd qilganlar Allohning huzurida darajalari eng ulkan kishilardir. Ana o'shalar o'zlari yutuqqa erishuvchilardir. Robbilari ularga o'z tarafidan bo'lgan rahmat, rozilik va naim jannatlarini xushxabarini beradir. Unda abadiy mangu qoluvchidirlar. Albatta, Alloh huzurida buyuk ajr bor zotdir. Ey iymon keltirganlar, ota-onalaringizni va aka-ukalaringizni agar kufrni iymondan ustun ko'rsalar, do'st tutmang. Sizdan kim ularni do'st tutsa, bas ana o'shalar o'zlari zolimlardir. Agar ota-onalaringiz, farzandlaringiz, aka-ukalaringiz, juftlaringiz, qarindosh urug'laringiz, kasb qilgan mollaringiz, kasod bo'lishidan qo'rqqan tijoratlaringiz va rozi bo'lgan maskanlaringiz sizga Allohdan, uning rasulidan va uning yo'lida jihad qilishdan mahbubroq bo'lsa, u holda Alloh o'z amrini keltirgunicha kutib turing. Alloh fosiq qavmni hidoyat qilmas deb ayt. Batahqiq Alloh sizlarga ko'p joylarda nusrat berdi. Hunayn kunida ham. O'shanda sizni ko'pligingiz ajablantirgan edi. Bas sizga hech foyda bermadi va yer keng bo'la turib sizga torlik qilib qoldi. So'ngra ortga qarab qochdingiz. So'ngra Alloh rasuliga va mo'minlarga o'z sakinasini nozil qildi hamda siz ko'rmaydigan lashkarlarni nozil qildi va kufr keltirganlarni azobladi. Ana o'sha kofirlarning jazosidir. So'ngra o'shandan keyin Alloh o'zi xohlagan kishilarning tavbasini qabul qildi. Alloh o'ta mag'firatlidir, o'ta rahimlidir. Ey iymon keltirganlar, albatta mushriklar najasdirlar. Bas ushbu yillardan keyin Masjidil Haromga yaqin kelmasinlar. Agar faqirlikdan qo'rqsangiz, Alloh agar xohlasa, sizni tezda o'z fazlidan boy qilib qo'yadir. Albatta, Alloh o'ta ilmlidir, o'ta hikmatlidir. Allohga va oxirat kuniga iymon keltirmaydigan, Alloh va uning rasuli harom qilgan narsalarni harom deb bilmaydigan
va haq dinga yurmaydigan kitob berilganlarga qarshi to ular bo'ysungan hollarida o'z qo'llari bilan jizya bermagunlaricha jang qiling. Yahudiylar Uzayr Allohning o'g'lidir dedilar. Nasorolar Masih Allohning o'g'lidir dedilar. Bu og'izlari bilan aytgan gaplaridir. Avvalgi kufr keltirganlarning gapiga o'xshaturlar. Alloh ularni la'natlasin. Qayoqqa o'girilib ketmoqdalar. Allohdan boshqa o'zlarining hibr va rohiblarini hamda Masih ibn Maryamni Rob tutdilar. Vaholanki ular faqat yagona ilohga ibodat qilishga buyurilgan edilar. Undan o'zga iloh yo'q. U ular shirk keltirayotgan narsalardan pokdir. Allohning nurini og'izlari bilan o'chirmoqni iroda qilurlar. Alloh esa garchi kofirlar yoqtirmasa ham o'z nurini batamom qilishdan boshqaga ko'nmas. U garchi mushriklar yoqtirmasa ham o'z rasulini hidoyat va haq din bilan uni hamma dindan ustun qilish uchun yuborgan zotdir. Ey iymon keltirganlar! Albatta ahbor va rohiblarning ko'plari odamlarning mollarini botil yo'l bilan yerlar va Allohning yo'lidan to'sarlar. Oltin va kumushni jamg'arib, Allohning yo'lida sarflamaydiganlarga alamli azobning xush xabarini beraver. Bir kuni o'sha oltin kumushlar jahannam otashida qizitilur va peshonalari, yonboshlari hamda orqalariga bosilib, mana bu o'zingiz uchun to'plagan narsangiz, bas endi to'plab yurgan narsangizni tatib ko'ring, deyilur. Albatta, Allohning huzurida oylarning soni osmonlar va yerni yaratgan kundagi Allohning bitigida bo'lgan 12 oy bo'lib, ulardan 4tasi harom oylardir. Mana shu to'g'ri dindir. Bas ularda o'zingizga zulm qilmang. Mushriklarga qarshi ular sizga qarshi yoppasiga urushayotganlaridek yoppasiga urush qiling. Va bilingki, albatta Alloh taqvodorlar bilandir. Albatta nasih kufrda ziyoda bo'lish xolos. U bilan kufr keltirganlar zalolatga ketkazurlar. Alloh harom qilgan narsaning adadiga moslash uchun uni 1 yil halol qilurlar, 1 yil harom qilurlar. Natijada Alloh harom qilgan narsani halol qilurlar. Ularga amallarining yomonligi chiroyli ko'rsatildi. Alloh kofir qavmlarni hidoyat qilmas. Ey iymon keltirganlar! Sizga nima bo'ldiki, Allohning yo'lida qo'zg'aling deyilsa, yerga yopishib oldingiz? Oxiratni qo'yib, dunyo hayotiga rozi bo'ldingizmi? Axir oxirat oldida dunyo hayotining matohi juda oz-ku. Agar qo'zg'almasangiz, sizni alamli azob bilan azoblaydir va sizdan boshqa qavmga almashtiradir. Siz unga hech bir zarar keltira olmassiz. Alloh har bir narsaga o'ta qodirdir. Agar unga yordam bermasangiz, batahqiq kufr keltirganlar uni 2 kishini biri bo'lgan holida chiqarganlarida Alloh unga nusrat berdi. Ular ikkovlan g'orda turganlarida u hamrohiga mahzun bo'lma. Albatta Alloh biz bilan dedi. Bas Alloh uning ustidan o'z sakinasini nozil qildi va uni siz ko'rmagan lashkarlar bilan qo'lladi. Kufr keltirganlarning kalimasini past qildi. Allohning kalimasi esa o'zi oliydir. Alloh o'ta izzatlidir, o'ta hikmatlidir. Yengil bo'lsa ham, og'ir bo'lsa ham qo'zg'alingiz va Allohning yo'lida mollaringiz va jonlaringiz ila jihad qilingiz.
agar bilsangiz, shu ishingiz o'zingiz uchun yaxshidir. Agar o'lja yaqin, safar oson bo'lganida senga albatta ergashar edilar. Lekin ularga masofa uzoqlik qildi. Tezda Alloh nomi bilan qasam ichib, agar qodir bo'lganimizda albatta siz bilan chiqar edik derlar. Ular o'zlarini halok qilurlar. Holbuki Alloh albatta ular yolg'onchi ekan. Alloh seni afv qildi. Nima uchun to senga rostgo'y bo'lganlar ravshan bo'lmay turib va yolg'onchilarni bilmasingdan turib ularga izn berding? Allohga va oxirat kuniga iymon keltirganlar sendan mollari va jonlari bilan jiddiy jahd qilishdan qolishga izn so'ramaslar. Alloh taqvodorlarni o'ta biluvchidir. Albatta, faqat Allohga va oxirat kuniga ishonmaydiganlar va qalblari shubhaga to'lganlargina sendan izn so'rarlar. Bas, ular shubhalarida ikkilanaveradilar. Agar chiqishni iroda qilganlarida unga tayyorgarlik ko'rar edilar. Lekin Alloh ularning otlanishlarini yoqtirmay tutib qoldi. Ularga o'tiruvchilar bilan o'tiraveringlar deyildi. Agar ular ichingizda chiqqanlarida ham sizga parakandalikdan boshqani ziyoda qilmas, ichingizda fitna qo'zib, izg'ib yurib, orangizga rahna solar edilar. Ichingizda esa ularga quloq soluvchilar bor edi. Alloh zolimlarni o'ta biluvchidir. Batahqiq bundan avval ham, toki ular yoqtirmasalar ham, haq kelib, Allohning ishi ustun bo'lgunicha fitna qo'zib, senga ishlarni ag'dar, to'ntar qilishar edi. Ulardan menga izn ber, meni fitnaga solma deydigani ham bor. Ajabo, ular fitnaga tushmadilarmi? Albatta, jahannam kofirlarni o'rab oluvchidir. Agar senga yaxshilik yetsa, ularga yomon bo'lur. Agar senga musibat yetsa, avvaldan ishning oldini olgan edik deb xursand bo'lib, yuz o'girib ketarlar. Sen bizga Alloh yozib qo'ygan narsadan o'zgasi zinhor yetmaydi. U bizning hojamizdir. Mo'minlar Allohgagina tavakkul qilsinlar deb ayt. Sen biz uchun faqat ikki yaxshilikdan birini kutmoqdasiz, xolos. Biz esa Alloh sizni o'z huzuridan yoki bizning qo'limizdan yetadigan azobga duchor qilishini kutmoqdamiz. Bas, kutaveringlar. Biz ham sizlar bilan birga kutuvchilarmiz deb ayt. Xoh yoqtirib, xoh yoqtirmay nafaqa qiling. Sizdan zinhor qabul qilinmas. Sizlar shubhasiz fosiq qavm bo'ldingiz. Ularning nafaqalarining qabul etilishidan man qilgan narsa faqat Allohga va uning rasuliga kufr keltirganlari, namozga doimo dangasa hollarida kelganlari va doimo yoqtirmay nafaqa qilganlaridir. Ularning mollari ham va bolalari ham seni ajablantirmasin. Aslida Alloh o'sha narsalar sababli ularni dunyo hayotida azoblashni va kofir hollarida jonlari chiqishini iroda qiladi, xolos. Albatta, sizlardan ekanliklariga Alloh nomi ila qasam icharlar. Holbuki ular sizdan emas, lekin ular hayiqadigan qavmdirlar. Agar biror boshpanami, g'orlarmi yoki kirib oladigan joymi topsalar, shoshilib o'sha tomon yuzlanarlar. Ulardan sadaqalar ishida seni aybdaylaganlari bor. Agar o'shalarga ulardan berilsa, rozi bo'larlar. Agar o'shalarga ulardan berilmasa,
birdan g'azablanarlar. Ular Alloh va uning rasuli ularga bergan narsalardan rozi bo'lganlarida va bizga Alloh yetarlidir, bizga tezda Alloh o'z fazlidan beradi va rasuli ham albatta biz Allohga rag'bat qiluvchilarmiz deganlarida edi. Albatta sadaqalar faqirlarga, miskinlarga, uning ishida ishlovchilarga, qalblari ulfat qilinadiganlarga, qullarga, qarzdorlarga, Allohning yo'liga va yo'qsil yo'lchiga Alloh tomonidan farz qilingandir va Alloh o'ta biluvchidir, o'ta hikmatlidir. Ulardan nabiyga ozor beradigan va u quloqdir deydiganlar bor. Sen, u siz uchun yaxshilik qulog'idir. Allohga iymon keltiradir, mo'minlarga ishonadir. Sizlardan iymon keltirganlarga rahmatdir. Allohning rasuliga ozor beradiganlarga alamli azob bordir, deb ayt. Sizlarni rozi qilish uchun Allohning nomi ila qasam icharlar. Holbuki, agar mo'min bo'lsalar, rozi qilmoqlari uchun Alloh va uning rasuli haqliroqdir. Ular kimki Allohga va uning rasuliga xilof qilsa, albatta unga jahannam otashi bo'lib, unda mangu qoluvchi holida bo'lishini bilmas edilarmi? Ana o'sha buyuk sharmandalikdir. Munofiqlar ularga qalblaridagi narsaning xabarini beradigan sura nozil bo'lishidan qo'rqarlar. Sen istehzo qilaveringlar. Alloh siz qo'rqayotgan narsani albatta chiqaruvchidir, deb ayt. Agar ulardan so'rasang, albatta, faqat gapga berilib, o'yin kulgi qilayotgan edik xolos deyishadi. Sen Allohni, uning oyatlarini va rasulini istehzo qilayotgan edingizmi, deb ayt. Uzr aytmanglar. Batahqiq iymoningizdan keyin kufr keltirdingiz. Agar sizdan bir toifani avf etsak, boshqa toifani jinoyatchi bo'lganlari uchun azoblaymiz. Munofiqlar va munofiqalar ba'zilari ba'zilaridandirlar. Ular munkarga buyururlar, ma'rufdan qaytarurlar va qo'llarini mahkam yumarlar. Allohni unutdilar, bas u zot ham ularni unutdi. Albatta munofiqlar, ular fosiqlardir. Alloh munofiqlarga, munofiqalarga va kofirlarga jahannam otashini unda mangu qoluvchilar qilib va'da qildi. O'sha ular uchun yetarlidir. Hamda Alloh ularni la'natladi. Ularga doimiy azob bordir. O'zingizdan avvalgilarga o'xshaysiz. Ular sizlardan ko'ra quvvatliroq, mol dunyo va bola chaqalari ko'proq edi. Bas o'z nasibalari ila bahralandilar. O'zingizdan oldingilar nasibalari ila bahralanganidek, siz ham o'z nasibangiz ila bahralandingiz. Ular sho'ng'iganidek, siz ham sho'ng'idingiz. Ana o'shalarning amallari dunyoyi oxiratda habata bo'ldi. Ana o'shalar o'zlari ziyon ko'ruvchilardir. Ularga o'zlaridan oldin o'tganlarning Nuh qavmi, Od, Samud va Ibrohim qavmining, Madyan sohiblarining va to'ntarilgan qishloqlarning xabari kelmadimi? Ularga rasullari ochiq oydin hujjatlar bilan keldilar. Bas Alloh ularga zulm qilmas edi, lekin ular o'zlariga zulm qilar edilar. Mo'minlar va mo'minalar bir-birlariga do'stdirlar. Ma'rufga buyururlar, munkardan qaytarurlar. Namozni to'kis ado eturlar, zakotni berurlar, hamda Allohga va uning rasuliga
itoat qilurlar. Ana o'shalarga Alloh albatta rahim qilur. Albatta Alloh o'ta izzatlidir, o'ta hikmatlidir. Alloh mo'minlar va mo'minalarga ostilaridan anhorlar oqib turgan jannatlarni va adn jannatidan pokiza maskanlarni va'da qildi. Ularda mangu qoluvchilar o'laroq Allohdan bo'ladigan rozilik esa eng ulug'idir. Ana o'sha buyuk yutuqdir. Ey Nabiy, kofirlar va munofiqlarga qarshi jiddiy jahd qil va ularga nisbatan qattiq qo'l bo'l. Ularning joyi jahannamdir. U qanday ham yomon borar joy. Ular gapirmaganlari haqida Allohning nomi ila qasam icharlar. Vaholanki kufr kalimasini aytdilar va islomlaridan keyin kufr keltirdilar hamda o'zlari yeta olmagan narsalarga qasd qildilar. Alloh va uning rasuli ularni o'z fazlidan boy qilib qo'yganlaridan boshqa ayb topa olmadilar. Agar tavba qilsalar, o'zlariga yaxshi bo'ladir. Gar yuz o'girib ketsalar, Alloh ularni dunyo-yu oxiratda alamli azob bilan azoblaydir. Yer yuzida ularga hech qanday do'st ham, yordamchi ham yo'q. Ulardan agar bizga o'z fazlidan bersa, albatta sadaqa qilajakmiz va albatta solihlardan bo'lajakmiz deya Allohga ahd berganlar bor. U zot o'z fazlidan bergan chog'da esa baxillik qilib, yuz o'girib, burilib ketarlar. Biz Allohga bergan va'dalariga xilof qilganlari va yolg'on gapirganlari uchun unga ro'bara bo'ladigan kungacha qalblarida nifoqni doimiy qilib qo'ydi. Ular albatta Alloh ularning sirlarini ham, maxfiy suhbatlarini ham bilishini va albatta Alloh g'ayblarni nihoyatda biluvchi zot ekanini bilmasmidilar? Mo'minlardan ko'ngilli bo'lib sadaqa qiluvchilarni va o'z kuchlari yetgandan boshqani topa olmaydiganlarni ayblaydiganlarni Alloh masxara qiladir va ularga alamli azob bordir. Ular uchun mag'firat so'rasang ham, mag'firat so'ramasang ham, agar ular uchun 70 marta mag'firat so'rasang ham, Alloh ularni zinhor mag'firat qilmas. Bu Allohga va uning rasuliga kufr keltirganlari uchundir. Alloh fosiq qavmni hidoyat qilmas. Allohning rasuliga xilof qilib, ortda qolganlar o'tirgan joylarida xursand bo'ldilar hamda mollari va jonlari bilan Allohning yo'lida jiddiy jahd qilishni yoqtirmadilar hamda issiqda qo'zg'almanglar dedilar. Jahannamning otashi issiqroq deb ayt, koshki anglaganlarida edi. Bas qilgan kasblari jazosiga oz kulib, ko'p yig'lasinlar. Bas Alloh seni ulardan bir toifasiga qaytarsa-yu, ular sendan urushga chiqishga izn so'rasalar, men bilan hech qachon chiqmaysizlar va hech qachon men bilan birga jang qilmaysizlar. Sizlar birinchi martada o'tirishga rozi bo'ldingiz. Bas ortda qoluvchilar bilan o'tiraveringlar deb ayt. Va hech qachon ulardan o'lgan birortasiga ham janoza namoz o'qima, qabri ustida turma, chunki ular Allohga va uning rasuliga kufr keltirdilar hamda fosiq hollarida o'ldilar. Mol dunyolari va bola chaqalari seni ajablantirmasin.
Aslida Alloh o'sha narsalar sababli ularni dunyoda azoblashni, Allohga iymon keltiringlar va uning rasuli bilan jihod qilinglar deb sura nozil qilinganda, ulardan boyzodagonlari bizni tek qo'y, o'tiruvchilar bilan birga bo'laylik deb izn so'raydilar. Ular xotin-xarajlar bilan birga bo'lishga rozi bo'ldilar va qalblariga tamg'a bosildi. Bas ular anglamaslar. Lekin Rasul va u bilan birga iymon keltirganlar mollari va jonlari bilan jiddiy jahd qildilar. Ana o'shalarga yaxshiliklar bo'ladir. Ana o'shalar zafar topuvchilardir. Alloh ular uchun ostlaridan anhorlar oqib turadigan jannatlarni unda mangu qoladigan qilib tayyorlab qo'ydi. Ana o'sha buyuk yutuqdir. Arabiylardan uzr aytuvchilar ularga izn berilishi uchun keldilar. Allohga va rasuliga yolg'on gapirganlar esa o'tirib qoldilar. Ulardan kofir bo'lganlarga albatta alamli azob yetadir. Zaiflarga, bemorlarga va sarf xarajat qiladigan narsa topa olmayotganlarga, agar Allohga va rasuliga ixlosli bo'lsalar, tanglik yo'q. Yaxshilik qiluvchilar uzra ayblashga hech qanday yo'l yo'q. Alloh o'ta mag'firatlidir, o'ta rahimlidir. Yana senga ulov berishing uchun kelganlarida, sizlarni mindirgani narsa topa olmayapman deganingda, sarf xarajat qiladigan narsa topa olmaganlari uchun mahzunlikdan ko'zlaridan yoshlar quyilib, orqaga qaytib ketganlarga ham tanglik yo'q. Ayblashga yo'l faqatgina boy bo'la turib, sendan izn so'raydiganlar uzradir. Ular xotin-xarajlar bilan birga bo'lishga rozi bo'ldilar. Alloh ularning qalblariga tamg'a bosdi. Endi ular bilmaslar. Huzurlariga qaytib kelganingizda sizga uzr aytarlar. Sen uzr aytmanglar. Biz sizlarga hech qachon ishonmaymiz. Batahqiq Alloh bizga sizlarning xabaringizni berdi. Albatta Alloh va uning rasuli amalingizni ko'radir. So'ngra g'aybni ham, shahodatni ham biluvchi zotga qaytarilasizlar. Bas u sizga qilgan amallaringizning xabarini berur deb ayt. Huzurlariga qaytib kelganingizda ularni ayblamasligingiz uchun tezda sizga Allohning nomi ila qasam icharlar. Bas ulardan yuz o'giringlar. Albatta ular nopokdirlar. Kasb qilgan narsalarining jazosiga joylari jahannamdir. Ulardan rozi bo'lishingiz uchun sizga qasam icharlar. Agar ulardan rozi bo'lsangiz ham, Alloh fosiq qavmlardan rozi bo'lmas. Arabiylar kufr va nifoqda ashaddiyroq va Alloh o'z rasuliga nozil qilgan narsaning chegaralarini bilmaslikka loyiqroqdirlar. Alloh o'ta biluvchidir, o'ta hikmatlidir. Arabiylardan nafaqa qiladigan narsasini tovon deb biladigan va sizga zamon aylanishi musibatlarini kutib turadiganlari ham bor. Ularga zamon aylanishi musibatining yomoni bo'lsin. Alloh o'ta eshituvchidir, o'ta biluvchidir. Ularga zamon aylanib yetuvchi yomon musibat bo'lsin. Arabiylardan Allohga va oxirat kuniga iymon keltiradigan hamda nafaqa qiladigan narsasini Allohga qurbat va rasulning duolariga vosita deb biladiganlari ham bor. Ogoh bo'lingki, albatta o'sha narsalar ular uchun qurbatdir. Albatta Alloh ularni o'z rahmatiga kiritadir. Albatta Alloh o'ta mag'firatlidir, o'ta rahimlidir. Birinchi peshqadam muhojirlar va ansoriylar va ularga yaxshilik bilan ergashganlar
Alloh ulardan rozi bo'ldi. Ular ham Allohdan rozi bo'ldilar. Ularga ostilarida anhorlar oqib turgan jannatlarni, ularni u yerlarda abadiy, mangu qoluvchi qilib tayyorlab qo'ydi. Ana o'sha buyuk yutuqdir. Atrofingizdagi a'robiylardan munofiqlar bor. Madina ahlidan ham. Ular nifoqda siyqasi chiqqanlardir. Ularni bilmassan, ularni biz bilarmiz. Albatta, ularni 2 marta azoblarmiz. So'ngra buyuk azobga qaytarilurlar. Boshqalar esa gunohlarini e'tirof qildilar. Ular solih amalni boshqa yomoniga aralashtirib yuborganlar. Ajab emaski, Alloh ularning tavbasini qabul qilsa. Albatta, Alloh o'ta mag'firatlidir, o'ta rahimlidir. Mollaridan sadaqa ol. Bu bilan ularni poklaysan, tozalaysan. Ularning haqqiga duo qil. Albatta duoying ular uchun taskindir. Alloh o'ta eshituvchidir, o'ta biluvchidir. Ular albatta Alloh o'z bandalaridan tavbani qabul qilishini va sadaqalarni olishini va albatta Allohning o'zi tavbalarni ko'plab qabul qiluvchi va o'ta rahimli ekanini bilmasmidilar? Sen amal qilinglar. Bas, albatta Alloh, uning rasuli va mo'minlar amalingizni ko'radilar. Va albatta g'aybni va shahodatni biluvchi zotga qaytarilasizlar. Bas, u sizlarga qilgan amallaringizning xabarini berur deb ayt. Allohning amriga havola qilingan boshqalar ham bor. Ularni yo azoblar yoki tavbalarini qabul qilur. Alloh o'ta biluvchidir, o'ta hikmatlidir. Zarar yetkazish, kufr, mo'minlar orasiga tafriqa solish va ilgari Allohga va uning rasuliga urush ochgan kimsani kutib olish uchun masjid qurganlar ham bor. Ular biz albatta yaxshilikdan boshqani iroda qilganimiz yo'q deb qasam icharlar. Alloh guvohlik beradiki, ular albatta yolg'onchilardir. U masjidda hech qachon turma. Albatta, birinchi kundan taqvo asosida qurilgan masjid unda turishing uchun haqlidir. Unda poklanishni sevadigan kishilar bor. Alloh esa poklanuvchilarni sevadir. Binosini Allohga bo'lgan taqvo va uning roziligi asosida qurgan kishi yaxshimi? Yoki binosini yemirilayotgan jar-joyqasini asos qilib qurib, u bilan birga jahannam otashiga qulagan kimsami? Va Alloh zolim qavmlarni hidoyat qilmas. Barpo qilgan binolari qalblarida shak shubha holida bardavom qoladir. Qalblar qiymalanib ketsa mustasno. Alloh o'ta biluvchidir, o'ta hikmatlidir. Albatta, Alloh mo'minlardan ularga jannat bo'lishi evaziga ularning jonlari va mollarini sotib oldi. Ular tavba qiluvchilar, ibodat qiluvchilar, hamd aytuvchilar, ro'za tutuvchilar, ruku qiluvchilar, sajda qiluvchilar, ma'rufga buyurib, munkardan qaytaruvchilar, Allohning chegarasida turuvchilardir. Va mo'minlarga xushxabar ber. Nabiyga va mo'minlarga mushriklar uchun agar yaqin qarindoshlari bo'lsa ham, ular olov sohiblari ekani ayon bo'lganidan keyin mag'firat so'rashlari durust emasdir. Ibrohimning otasi uchun mag'firat so'rashi unga bergan va'dasi ustidan edi, xolos. Vaqtiki unga otasining Allohga dushman ekani ayon bo'lgach, undan voz kechdi. Albatta, Ibrohim nolondir, halimdir. Alloh bir qavmni hidoyatga boshlaganidan so'ng ularga saqlanishlari lozim bo'lgan narsani bayon qilmasdan turib, zalolatga ketkazmas.
Albatta, Alloh har bir narsani o'ta biluvchidir. Albatta, osmonlar va yerning podshohligi Allohnikidir. U tiriltirar va o'ldirar. Sizga Allohdan o'zga hech qanday do'st ham, yordamchi ham yo'q. Batahqiq, Alloh nabiyining hamda unga o'zlaridan bir guruhning qalblari toyib ketay deganidan keyin qiyinchilik soatida ergashgan. So'ngra Alloh tavbalarini qabul qilgan muhojirlar va ansorlarning tavbasini qabul qildi. Albatta, u zot o'ta shafqatlidir, o'ta rahimlidir. Ortga surilgan 3 kishining ham. Nihoyat ularga keng yer tor bo'lib, yuraklari siqilib, Allohdan uning o'zidan boshqa boshpana yo'qligiga to'la ishonganlaridan so'ng butunlay qaytishlari uchun Alloh tavbalarini qabul qildi. Albatta, Alloh o'zi tavbalarini ko'plab qabul qiluvchidir, o'ta rahimlidir. Ey iymon keltirganlar, Allohga taqvo qilinglar va sodiqlar ila birga bo'linglar. Madina ahliga va ularning atrofidagi a'robiylarga Rasulullohdan ortda qolishlari va o'zlarini undan ustun qo'yishlari durust emas. Zero, ularga Allohning yo'lida tashnalik, charchoq, ochlik yetsa, kofirlarni achchiqlantiradigan biron qadam bossalar, dushmanga biron kulfat yetkazsalar, albatta, buning uchun ularga solih amal yoziladir. Albatta, Alloh yaxshilik qiluvchilarning ajrini zoya qilmas. Biron vodiyni kesib o'tsalar ham, Alloh ularni qilgan eng yaxshi amallari tufayli mukofotlashi uchun albatta ularga solih amal yozilur. Mo'minlar yoppasiga jangga qo'zg'alishlari lozim emas. Har jamoadan bir nafar toifa bo'lsaydi, dinni chuqur anglab, qaytib kelgan vaqtlarida qavmlarini ogohlantirar edilar. Shoyatki ular hazir bo'lsalar. Ey iymon keltirganlar, sizga yaqin bo'lgan kofirlarga qarshi jang qiling. Ular sizdagi shiddatni ko'rsinlar va bilingki, albatta Alloh taqvodorlar bilan birgadir. Qachon bir sura nozil qilinsa, ulardan bu sizdan kimning iymonini ziyoda qildi deydigan kimsalar bor. Bas iymon keltirganlarning iymonini ziyoda qildi va ular shodlandilar. Ammo qalblarida kasali borlarning iflosliklari ustiga ifloslik ziyoda qildi va ular kofir hollarida o'lurlar. Har yili 1 yoki 2 marta fitna qilinayotganlariga qaramaslarmi? Shunda ham na tavba qilmaslar va na eslamaslar. Qachon biron sura nozil qilinsa, sizni birov ko'rmadimi deb bir-birlariga nazar soladilar-da, so'ngra burilib ketadilar. Ular anglamaydigan qavm bo'lganlari uchun Alloh qalblarini burib qo'ydi. Batahqiq sizlarga o'zingizdan bo'lgan mashaqqat chekishingiz uning uchun og'ir bo'lgan. Sizni ardoqlovchining saodatiga yetishingizga tashna, mo'minlarga mushfiq, mehribon rasul keldi. Bas, agar yuz o'girsalar, sen, menga Allohning o'zi yetarli, undan o'zga iloh yo'q, ungagina tavakkul qildim, u buyuk arshning Robbidir, degin.